4 soatlik uylarimizda bir qisib tiqilib maqlasa 16 soatlik shunaqa katta uyda yashaylar. Assalomu alaykum o'zim do'stlarim, hurmatli vatandoshlar, jalpingiz alamonsizlar va bunday bog'lar, bunday imkoniyatlar do'stlar doimo bo'lavermaydi. Alsat Kechi kanalimizdan do'stlar mana peshanamizda turibdi Qorosuv bozori, 10 minutlik yo'l bo'lib hisoblangan bozorda o'tayotganidagi hammamiz bilgan afsonaviy Jdanovni zo'r lokatsiyasidan bugun sizlarga ikkita chekdi o'rnida, ya'ni 16 soatlik yer aylantining ustida qurilgan shuna 6 ta 7 ta komnatalarni shunaqa endi zo'r remontlardan chiqarib, hamma sharoitlar bilan ushbu uyimizni срочный borda do'stlar arzon bahoda chiqarib qo'ydik. Bunga nima qilish kerak? Uyli yurib qolish kerak, usbet qilib qolish kerak. Qiziqarlarga uyimizni bahosini 120 ming dollar deb atamiz. Buyursa aytilish bahosi, ammo shashilmay tursalar uyni ko'rsataman, shunga yarasha o'ziga qaraganda срочный bahoda chiqdi. Aytib o'tgandalar Jdanovga, ya'ni Qorosuv bozorida o'tayotganidagi Jdanovga kelganimizda, sentrda so'ljoqdagi maktabda bir qinidan so'ljoqqa to'g'ri bitta ko'chamizdan kirib kelganimizda ushbu ko'chamizga tupiy bo'lib to'xtaysa, ya'ni uyimizda svetlari, gazlari, suvlardan boshqa problema yo'q. Shunaqa zamonbob chiroyli darvozalarni ham solib qo'ygan ekan. Do'stlar, bu tomonimiz, old tomonimiz, ya'ni shahar tomonga qarasa, orqa tomonimizda hammamiz bilgan Jdanovdan o'tgan, ya'ni kanalda Savoyariqda bo'yiga to'g'ri kelib qoladi. Shuning hisobidan ushbu 16 soatlikdan sirtqari отдельно o'zini 40 ta shunaqa olmalari bilan bog'lari ham bor ekan. Pod biznes holatda bemalol ishlatsa bo'laveradigan rabochiy holatdagi bog'larimiz. Do'stlar, uyimizga kirib turib chap tomonga qaraganimizda bu yerda odamlar yashayotgan uyimizni pashli bitta o'rnida shunaqa katta kenglikda katta shu naveslarni mol, qo'y, baqani xullas maza qilib chorvachilik qilib yashayman degan do'stlarimizga 16 soatlikda juda ham keng ko'lamda ushbu uyimizni sizlarga sunushlab ketamiz. Ko'ryapsizlarmi, mana kaziro, maziro xullas ko'ram hamma yo'g'ini chiroyli qilib qo'ygan ekan, faqatgina kelib yashab bersa bo'ldi deyapti. Uyning kirib turib 10 tarafidan qaraganimizda ikkita komnatamizdan ko'rishda boshlaymiz. Bismillohda bitta uzun koridorimizdan o'ng qo'lga bosganimizda, xo'p, bu yoqda bir komnata, ya'ni bir uy, bir dahlizimiz bor ekan, chiroyli. Aboylarni javoshtirib qo'ygan, o'sha remontlar ham buyursa yaxshi kelib yashayveradigan holatda ikkita uyimiz o'rtasiga pechkalarni qo'yib qo'ygan ekan. Qishda ham xudo xolisa вообще issiq deyapti. Bu yerdan chiqamiz. Ko'rsatdim mana koridordan endi o'ng qo'lga bosganimizda, endi sharoitlari bor deganim kuxnalari, dushovoylari, bu uyimizni katta desam, hatto dushovoylari ham katta ekan, yugurib chavoradigan holatda, oxirgi zamonbob stilda remontdan chiqarib qo'ygan, suvlardan problemasi yo'q bo'lgan bir dushovoyimizni ko'rsanglar bo'ladi. Endi bu proxoddan chiqamiz. Mana bu tomonda esa yozgi oshxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, suvlari 8 tonnami, 9 tonna zapaslari bilan motorchi-patorchilar qo'yilgan. Bu tomonda hattoki gazlarimiz ham tortilgan ekan. Bundan tashqari ovqat qiluvchi 3 ta katta doshqozonlarimiz bor. Bundan tashqari ko'ryapsizlar, gazni, suvni bu yerda oshxonamiz bo'lyapti. Bundan tashqari bu yerda suvimizni zapasi mana bu yerda joylashgan. Endi uyimizning ikkinchi qismi tomonida ham отдельный o'zini binolari bor ekan. Bu tomonimizda 4 xonamiz joylashgan. Qani uylarni ham birinchi tanishib o'taylik. Do'stlar, eng asosiysi uyimizni dokument jaqdan вообще bu toza deydi do'stlar. Olsa сразу atni o'tkazib berib turgan tayyor ahvolda ekan. Shoshilmay tursangizlar, telefon nomerlarini aytamiz. Qani bismillah deb bu yoqdagi komnatalarni ham ko'rib qo'yaylik. Mana aboylarni javoshtirib qo'ygan birinchi komnatadan sразу, ya'ni koridordan so'l yoqqa bosganimizda endi dag'i bir o'tirish xonasi. Har birine uy kattaligidan men уже hansirab ham charchab qoldim, chunki bu yerda mana ko'ryapsizlar, akfa, ya'ni plastik terazalar solingan, ikkita uyimiz o'rtasiga o'zimizni pechkalar qo'yib qo'ygan ekan. Uyimizni pollari shunaqa yog'ochdan polli uy ekan. Bu yerda razmeri o'tayla geneng bo'lgan bir qonaqtorda kuzatuvchi bir mehmonxonamiz, ya'ni bir zalimizni ko'rsanglar bo'ladi. Endi bu yerdan chiqamizda uyimizda o'shanda ikkita uy bilan gengilab yashasa bo'laveradigan sharoitlari bor ekan. Bu tomonimiz отдельный bir oila bo'lsa, mana bu tomonimiz ham отдельный bir uy bilan yashayotgan shunaqa o'rta yaxshi remontdan chiqqan ekan. Bu yerda ham отдельный bir uy va bir dahlizimiz bor ekan. Bu yerda hozir shunaqa bir spalniy xona sifatida foydalanib xullas ham kelib yashasa bo'ladigan uyimizni aytib o'tgandek 120 ming dollar qo'ydik. Buyursa dag'i kimi bor? Esim nomerlari 0703 98 98 99. Dag'i bir nomerlari 0505 03 07 66. Do'stlar, o'sha nomerlarga kengina qarilib dag'i bir ma'lumotlar olsangizlar bo'ladi. Endi uyimizning so'l tarafida bitta отдельный o'zi chalakan bilan o'tiradigan bitta chaqqonxonamiz bor ekan. Bundan tashqari navesimizda so'rlarimiz va bu yerda shunaqa sklad xonalarimiz hammasi shu yerda joylashgan ekan. Uyimizni bitta aylantirib berasiz, shunaqa ham keng holatda, dokumentlarni shunaqa 16 soatlikni hisoblab bera oladigan, suv, pul, ko'riklar hamma sharoitlari bor ekan. Endi mana bu hovli tomonimizda shunaqa tandirlarimiz ham bor. Bu tomonimizda shu o'tinlarni ko'ryapsiz, haqiqiy kinolarda qo'ygan ekan. Bundan tashqari bu tomonimizda shunaqa
saroy paroylarimiz ham bor ekan. Yana nima deydi? Bu yerda shu o'tin potirlar qo'yib qo'yadigan omborxonamiz, bu yerda отдельный o'zining yerlari bor. Xullas, вообще kenglikda bir yugurib maza qilib yashayman degan do'stlarimizga o'ta yaxshi variantda. Ya'ni Janovga kirib kelganimizda maktabda oldidan so'l yoqqa bitta asfalt mahalladan kirib keldim. Bo'lmay qolsa undan o'tganimizda Janovdagi soydin bo'yidan so'lga kirib kelsanglar ham xudo xolisa uyimizni orqa tomoniga o'tib qolasizlar ekan. Mana chegaramiz o'na yog'ochdan boshlab xullas bu yog'iga ketdi do'stlar. Endi telefonda yaxshi ko'rinmaydi. Bu yog'ini kelsanglar o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib, bemalol olsanglar bo'ladi. Do'stlar, adreslarimizni topib kelishlar juda ham o'ng'ay holatda, ya'ni Qorasuv shahridagi Qorasuv bozorimiz orqa tomonida, ya'ni sentral masjid tomondan chiqib kelganimizda Rossiya zapravkamiz va O'ris qabristonidan o'tganimizda Rossiya zapravkadan o'ng qo'lga, oq qo'lga tushib ketasiz. Sizlar aynan to'g'riga bosib kelsanglar bu yerda Jdanov deb qo'yadi, ya'ni Jdanovimizning sentr maktabi bor. Yo'lni bo'yidagi, ya'ni maktabiga yetmasdan yo'lning so'l tarafidagi ushbu tekis mahallaga to'g'ri tushib ketsanglar, yo'limiz T bo'lib turib o'ng qo'lga burilsanglar, bitta yo'limiz shu uyimizga borib qo'yadi. Ya'ni Jdanovdagi Tinchlik ko'chamiz. Do'stlar, lokatsiyaga ham Tinchlik ko'chasi deb yozsangizlar chiqa qoladi do'stlar. Telefon nomerlarini aytdim. Endi bu maktabimizdan ko'rsatingda o'tganimizda bu yerda ko'prik bor. Ya'ni Savoyariqni bo'yidan tushib ketsanglar ham bo'laveradi orqa tomonimizga. Sentralniy ko'cha tomonimizga ushbu maktabga yetmasdan ushbu tekis asfalt Dakansa mahallamizdan tushib bemalol borsanglar bo'ladi. Hammamizga ham shunaqa kengli joylardan, katta joylarni arzon narxda olib yashashni nasib qilsin. Alsatga kanal o'zlaridan janasi sizning xizmatingizda.